Voy, buni stokalarini qaranglar. 220 volt ishlaydigan frezerimiz xoslarga ishlatib beramiz va eng qiziq joyi nechta qo'yganini ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Qani bismillah. Stakanimiz katta stakan, nonga emas, stakanga quyib ko'rsatamiz. 1 2 3 4 Stokalarini qaranglar. 5 6 7 8 9 10. Buni qo'ysam vaqt ko'p ketib qoladi. 10 tani ko'rdinglar, juda ham zo'r chiqardi. Stakanimiz katta bo'lganligi uchun ko'proq quyildi. Agar sizlar nonga quyib qiladigan bo'lsanglar, o'rtacha 15 tadan 20 tagacha quyib sotsanglar bo'ladi. Bu frezerimiz Yikafu brendiga tegishli. Buni boshqacha turlaridan ham bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 14 million so'mdan dastavkasi O'zbekiston bo'yicha mutlaqo tekin bo'ladi. Pastda nomer qo'yib qo'yamiz, telefon qilib buyurtma bersanglar bo'ladi.